Xo'p, siz tajribali prorab sifatida mana shu tajribasiz dizaynerlarga nima degan bo'lardingiz? Endi o'sha boya ozgina orqaga qaytamiz. Qimmat zo'r narsa chizib berib, mana men zo'r narsa qilib berdim degani emas-da. O'sha ularni talabiga qarab turib, hozirgi paytda o'zi dizaynerlar umuman mana Pinterest saytlar bor. O'sha yerda modellar bo'ladi. Faqat o'shalardan emas, ozgina o'sha o'z-o'zini ichki bozorlarni ham aylanish kerak. Masalan, mana lustra sotadigan joylarda aylansangiz, go'da odamni hayron qoldiradigan narsalar olib kelishyapti. Yaxshi narsalar. Mana o'zimni misol uchun yaqinda uyini remont qilib bergan klientlarim bor, lustralar bilan shug'ullanishadi. O'shalar ham yaqinda mana o'sha Xitoyga borganimizda ham birga ko'rishib qoldik-da, Xitoydan kelayotganimizda. O'zini ustida ishlaydi ular. Misol uchun yaxshi narsalar olib kelishyapti, bizdan ham so'rashadi. Oka, misol uchun nimalar hozir yaxshi ketyapti? Nimaga talab ko'proq? Ranglari, mana shunaqa narsalarni so'rashadi-da. Bozori o'sha hozirgi dizaynerlar ozgina bundoq aylansa, o'ziga informatsiya ham oladi.